Assalomu alaykum. Hozir uydagilarga qo'ng'iroq qilamiz va uydagilaringiz qaysi gap aytishlarini menga oldin aytsangiz, so'mkamdagi syurprizga bo'lishi mumkin. Mayli. Nima deyishlari mumkin? Akamga chiqaman. Qayerda yuribsan? Tezsiz kel deb aytaman. Alo. Assalomu alaykum o'zlaringiz. Qayerda yuribsan qora yaloq? Uyga tez kel. Assalomu alaykum. Hozir yaqin o'rtog'ingizga qo'ng'iroq qilib pul so'raysiz va u hozirroq pul tashlab bersa, sizga sovg'amiz bor. Xo'p. Qo'ng'iroq qilib ko'ring-chi. Tashlab beradimi? Tashlab berish kerak. Alo. Alo. Do'st, boy aka. Yaxshimisiz? Joningiz omonmi? Charchamayapsizmi? Rahmat. Boy aka, bir iltimos bor edi. Iltimos bor edi. Nima? Bir 1 million so'm kerak edi hozir. Tashlab berish iloji bormi? Ama 1 millionni ko'rganmisan, ishlab topmagansan. Nima bo'ladi? So'zing. Chodini qo'yda. Qirrochni nomidan. Men nima dedim sizga hozir? Assalomu alaykum. Sizga intervyu olsak bo'ladimi? Tira qaraverdan. Bir narsa o'yla.